Assalomu alaykum. Intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Jinoyat va jazo kodeksiga yangi o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra jazo muddati 6 oydan 15 yilgacha bo'ladi. Soldik, figurani kirgizdik. Jalolobodda ko'kkit o'yiniga qo'shilgan 10 ga yaqin bola aniqlandi. O'smirlarga tushuntirish ishlari davom ettirilmoqda. İDN bilen hukuk korugu organları bilen birgelikte atölyelerine düşündürü işlerini biz hozirgacha yurgizib kelyapmiz. Batken shahridagi haydovchilarning ko'pchiligi yo'l qoidalarini saqlashmaydi. Haydovchilar yo'l belgilari noto'g'ri emasligini aytishmoqda. Qaraq lazım. Men mashinaga keldim mesela. Qatib uzlab men qarayman. Qirg'izistonda butun jahon tibbiy taqvimi ishlab chiqildi. U bilan dardlarni aniqlasa bo'ladi. O'sha odamlarning kelib kosmos programmasi kelib chiqqanda, tezligida mana Bugun Issiqko'l oblastining Tup rayonida 3 nafar maktab o'quvchisini qor ko'chkisi bosib qoldi. Mahalliy yashovchilar ularning ikkisini qutqarib qolishga erishdi, biroq 3-chi o'quvchi og'ir ahvolda voqea bo'lgan joyda vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha, o'quvchilar toqqa mol olib chiqib ketishayotgan bo'lgan. Ko'chkida qolgan bolalar Tup rayonidagi Kengsuv qishlog'ining yashovchilari bo'lgan. Jinoyat va jazo kodeksidagi yangi o'zgartirishlarga ko'ra jazo muddati 6 oydan 15 yilgacha bo'ladi, biroq jinoyatlarning yakuni bo'yicha 20 yillik ozodlikdan mahrum qilish o'z kuchida qoldi. Qo'shimcha qilganda tibbiy odamlarning xavfsizligi va urush harakatlari uchun javobgarliklar kiritildi. O'zgartirishlarni davlat rahbari Almazbek Atambayev imzolab, ayrim kodekslar 2019-yilda kuchga kirishi aytilgan. Endi jazoni amalga oshirish kodeksiga kiritilgan o'zgarishga ko'ra ozodlikdan mahrum etilgan kishilarni alohida qamoqda ushlash kerak. Undan tashqari ozodlikdan mahrum etilmay turib jazo olganlar ham davlat ishlariga olinmaydi. Bu bosh qonunning mustahkamlab jinoyatchilikni sonini ozaytiradi. Asosiysi jinoyat qilganlarni tegishli guruhlar bilan ajratib qarash kerak. Ekstremizm, terrorizm bo'yicha o'zincha janaga jazolagan ömür bo'yi o'tira turganlar o'zicha o'tirish kerak. Alarga, конечно, koloniyani qurish kerak. Koloniya qurgan har bir koloniya qurishni o'zicha texnika kerak. Alarning yana spes texnikalar deb qo'ydi, alari kerak. Signalizatsiya kerak. O'shaning uchun ko'p xarajat kerak bo'ladi. Jinoyat va jazo kodeksiga kiritilgan yangi o'zgarishlarga ko'ra amnistiya berish ham o'zgaradi. Unga ko'ra 8 yilga ozodlikdan mahrum etilganlarga 2 marotaba amnistiya berilib, muddatidan avval ozod qilinmaydi. Yangi qoidada amnistiyani bekor qilish qadami tashlandi. Unda davlatdagi og'ir qilmish qilgan fuqarolarga 2-3 marotaba amnistiya qo'llanishi bilan sud adolatligini yo'qotish sabab bo'lgan. Biz следственный судья degan protsessualdik figurani kirgizdik. Al emneni qaraydi. Al degan janag'i adamni to'g'ri emas qarmab, ani to'g'ri emas zakonga qarshi bo'lsa, o'shu vaprosni, o'shu so'rovni o'shu следственный судья qaraydi. Mazkur o'zgartirishlar aholining yashash sharoitiga yordam berishi aniq deyishadi huquq himoyachilari. Ular orasida 2012-yilda qabul qilingan bolalar haqidagi kodeksni misol keltirish mumkin. Bu vaqtgacha hayot sinovlariga duch kelgan o'smirlarning yashash sharoitlarini rayon rahbariyati hal qilsa, endi uni sud nazoratga oladi. Жогорку сотко 1 жылдын ичинде даттанууга укук бар болчу. Бул мөөнөт өзүн актаган жок. Ишти кароонун эле созулганы, анан иш аткарууга, соттун актысын аткарууга да тоскоолдук кылып аткан. Биз кескин түрдө аны карап чыгып, азыр 3 айга чейин кыскарттык ошол мөөнөттү. Бирок айтып кетишим керек, эгерде тарап убагында даттана албай калса, жүйөлүү себептер менен, анда сот калыбына келтириши мүмкүн ошо өткөрүлгөн мөөнөт. Jinoyat va jazolarni bir tartibga solgan kodekslar yangilanib, xalq vakillari ma'qullab, prezident imzolagan. Unga ko'ra yangi kodekslar 2019-yildan boshlab kuchga kiradi. Ungacha implementatsiya choralaridan o'tadi, sababi mutaxassislar o'qishdan o'tib kodekslarni foydalanish ishlarini o'rganishlari kerak.
Hukumat bu yil ham qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun nasiyalarni ajratadi. Premier ministr imzolagan qishloq xo'jaligini moliyalash loyihasiga ko'ra qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash uchun va eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi tarmog'iga har yili 6% bilan 36 oydan kam bo'lmagan muddatga nasiya berishni rejalashtirilgan. Chorvachilikni rivojlantirishga esa har yili 10% bilan 18 oydan kam bo'lmagan muddatga beriladi. Shuningdek, 10% miqdori bilan o'simlik o'stirish tarmog'iga 24 oydan kam bo'lmagan vaqtga beriladi. Jalolobodda ko'k-kit o'yinini o'ynagan 10 ga yaqin bola aniqlandi. Ularning aksariyati shahardagi 1-sonli maktab gimnaziyasining o'quvchilari. Bu haqda bugun virtual o'yinlarning salbiy oqibatlaridan o'smirlarni himoya qilish, o'lim o'yinlarining oldini olishga yo'naltirilgan anjumanda aniqlandi. Virtual o'yinlardan o'quvchilarni chalg'itish maqsadida Jalolobodda qanday ishlar olib borilmoqda? Navbatdagi lavhada ko'rasiz. Shahardagi maktablarning birida tahsil olgan o'smir ko'k-kit o'yiniga qiziqib o'ynab ko'rishni istagan. Shunday qilib o'zining Instagram sahifasiga men o'yindaman degan hashtag yuklagan. Спрыгни с первого этажа, да, shunday. Покалечь тебя или нож принеси, сфотай, shunday легкие задания qilayotgan, постепенно, да, сложно было. Asosan o'yinga qo'shilgan o'quvchilar uning so'nggi bosqichigacha yetib bormagan. Ko'pchilik qiziqib, biroq ma'lum muddatdan so'ng o'yinni o'chirib yuborgan. Biroq ko'k-kit yoki tinch uy o'yini to'g'risida o'quvchilar orasida so'z bo'la boshlaganda, maktab o'quvchilari siyoh bilan kitning rasmlarini qo'llariga chizib olgan ko'rinishlar bo'lgan. Deb o'shol o'ynab harakat qilib жатқан baltar chiqdi-da. Biz o'shol yurgizgandan keyin, ish-charalar yurgizgandan keyin o'ylab бұл жаман ekan, бұл o'yinning kesibetlari jamon ekan degan o'ylarмен to'xtab qolishdi. Virtual o'yinlarning yoyilishini cheklash bo'yicha Jalolobodda maxsus yig'in uyushtirildi. Unga ta'lim muassasalarining mutaxassislari, ota-onalar va kuch organlarining vakillari qatnashdi. Ota-onalarga farzandlarining xavfsizligi uchun internetga ulanmagan oddiy uyali aloqa vositasini qo'llashlari taklifi kiritildi. Sebebi degende бұл o'yin o'ynagan o'quvchilarimizдағы qattалып атат. Бұл bo'yicha biz ideen bilen hukuk korugu organları bilen birgelikte ата-энелерine düşündürü işlerini biz azırkı mezgilge çeyin жүргізіп келетабыз. Катталган андай 420 көп киттерди ушу фломастер менен жазып коюшат, но андай эле сразу өчүрүп койгон андай немелерде. Но мындай лезвие менен тарткандар андай немелерден бизге фактылар жок андай. Shahar ta'lim boshqarmasi xavfli o'yinga aralashgan 10 ga yaqin o'quvchi bor ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu yo'nalishda bugungi kunda tegishli mutaxassislar tushuntirish ishlarini olib borganini qo'shimcha qilishdi. Eslatib o'tsak, mazkur xavfli o'yin o'tgan yili Rossiyada paydo bo'lib, oqibatda 15 o'smir halok bo'lgan. Shundan so'ng Rossiya Milliy xavfsizlik xizmati o'yin asoschisini qo'lga olgan. Mana shu xavfli o'yin 12-16 yoshdagi bolalar orasida ko'p uchramoqda. Shu sababli o'smirlarning ota-onalari ham nazorat qilib turishi zarur. Bu haqda Fan va Ma'ruf ministrligining buyrug'i bor. Uning asosida respublika bo'yicha maktablarda ota-onalarga tushuntirish ishlari olib borish kerak. Bu bo'yicha Aravon rayonida ichki ishlar xizmati ota-onalarga tushuntirish ishlarini olib borishdi. Bir oy davomida Aravon rayonida 3 o'smir o'z joniga qasd qilgan. Ularning ko'k-kit o'yiniga aloqasi bo'lishi mumkin degan taxmin bo'lgan, lekin rayon ichki ishlar boshqarmasining tergov ishlariga ko'ra, o'z joniga qasd qilganlarda boshqa sabablar bo'lganligi aniqlandi. 2017-yıldan 35 gün içinde 3 suitset uçuru Aravon rayonunda qataldı. Biroq aytib keterim, atalgan 3 uçurteng бүгүнкү күндө аябай көкө жаратып жаткан Синий кит, Тихий Дон сыяктуу интернет блоктарында жайылып жаткан оюндарга тиешеси жок, эч кандай тиешеси жок. Hozirda o'smirlar aql idrokiga salbiy ta'sir ko'rsatgan ko'k-kit o'yini ko'p muhokamaga sabab bo'lmoqda. Achinarlisi, o'yin ishtirokchilari 50 kun ichida o'z joniga qasd qilish aytilgan. Shu sabab mamlakatda tegishli xizmat vakillari fojiadan uzoq bo'lishi uchun barcha harakatlarni ko'rishmoqda. Aravon rayonida ham bu borada ota-onalar bilan yig'in o'tkazilib, o'quvchilarga virtual o'yinlardan saqlash masalasi muhokama qilindi. Бұл түшүндүрүү иштери бир гана ошол билим берүү кызматкерлери эмес, райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан да түшүндүрүү иштери толугу менен түшүндүрүлүп бардык мектепке жеткирилип атат, түшүндүрүү иштери аткарылып жатат окуучулар менен биргеликте. Hozirda mazkur o'yinga qarshi jamiyat birgalikda ish olib bormoqda. Shu sabab ota-onalarga farzandlarining xavfsizligi uchun internetga tutashuvchi telefonlarni olib bermaslik kerakligi tushuntirildi. Muallimlar bilan ota-onalarni
birgalikda hech qilmasa internetdan chiqib ketishda iloji yo'q. Sababi o'qituvchilarga dars paytida telefon umuman keragi yo'q, ota-onalar telefonlarni olib bermasin. 5 yoshdan kelgan enekin ularni qattiq qarmasa bu bola bo'lmaydi. Menda aytganda, ulardan qo'lidan telefonni olib qo'yish kerak. Qattiq qarmash kerak, qayerga borsa borganning yo'lini bilish kerak. Ta'kidlab o'tsak, o'smirlarni o'limga yetaklovchi ko'kit o'yinini yo'q qilish maqsadida turli choralar ko'rilmoqda. O'yinning asosiy manzillarini yo'q qilish uchun mablag' yetishmaydi. Batken shahridagi haydovchilarning ko'pchiligi yo'l qoidalarini saqlashmaydi. Bu haqda shahar patrul militsiyasidan xabar qilishdi. Olib borilgan maxsus kuzatuvlar vaqtida 1 soat oralig'ida 22 haydovchi yo'l qoidasini qo'pol ravishda buzgan. Biroq haydovchilar yo'l belgilari noto'g'ri chizilganligi tufayli qoidani buzishga majburmiz degan fikrda. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Bu ko'cha Batken shahrining markaziy ko'chalaridan biri. Bu yerda yurish taqiqlangan, bir emas 2 belgi qo'yilgan, biroq shunga qaramay mashinalar qatnovi tinmaydi. Qoida bo'yicha yo'l chetiga qo'yilgan belgilar mashinalar harakatini tartibga solishi kerak. Biroq haydovchilar bu belgilarga ko'p hollarda ahamiyat berishmay, o'z bilarmonlik bilan yo'l qoidalarini buzayotganini tasvirga tushirildi. Shunday qilib 1 soat davomida 22 haydovchi yo'l qoidasini buzdi. Znakni ko'rdingizmi? Yo, monetga deshaymi? Qayerda? Mana monetga deshay. Anan? Yo, monetga aylanib juraman bozorga kelish uchun. Buni o'ylab ishlash kerak ishni bu. Ko'rib turasizmi? Ko'rib turasiz? Znak turali qo'yilganmi? Yo, tura qo'yilgan emas bu ishni. Misol men mana yerda yashab shu bozorga bunandaydan aylanib boraman. Yo, bundaydan aylanib kelsam bu yoqdan kira olmaysinchi. Znakni qo'yganda pavorotdan keyin qo'yishgan bu. Pavorotga cheyin qo'yilishi znak. Znakda ildiydan kelayotgan shofyor ko'rish kerak. Znak turadi, значит, qayrilbash kerak. Az qayrilgandan keyingi znakni qaray olmaydi. Bu yerda qarab lazım. Men mashinamen keldim, mesela. Qancha znakni men qarayman. Mashina qaraymanchi, odamni qarayman. Haydovchilar yo'l belgilari noto'g'ri joylashtirganligi uchun qoidani buzishayotganini bildirishdi. Lekin patrul militsiyasi bunday fikrni inkor qildi. Yo'l qoidalari va belgilari davlat miqyosida diqqat bilan nazorat qilingandan so'ng o'rnatilgan. Bu Batken shahrining ichidagi qo'yilgan yo'l belgilarini o'zining Batken shahar meriyasining ishxonasi bor. Shu yo'llarda qo'yilgan znaklarni bizning sunish qatorida beramiz. Ular o'rnatib qo'yib berishadi. Bu Batken shahrining ichidagi yo'l belgilarini mizamli turida qo'yilgan. So'nggi 1 oyda yo'l qoidasini buzgan haydovchilarning soni 2000 dan ortdi. Ularni tartibga solishda 3 patrul militsiyasi jalb qilingan. Shu sababli qonun buzgan haydovchilarning barchasini nazorat qilishga mutaxassislar yetarli emas. Kenja inspektor deb qo'yadi. 3 kenja inspektor absolut etadi. O'shalardan ham biz alar bir momentda shaharning barini bir momentda ahvat qilib ishlasha olmaydi. Yetishmaydi. Eslatib o'tsak, oblast ichida umumiy 1709 ta yo'l belgisi bor. Ularga bo'ysunmagan haydovchilarga 1000 so'mgacha jarima solinadi. O'sh shahrining byudjeti 2017-yili 830 million so'mni tashkil qilishi mumkin. Bu mablag' esa o'tgan yilga nisbatan kam bo'lmoqda. Shu sababli shahardagi mahkama va ishxonalarga shahar g'aznasini to'ldirishga takliflar kiritilmoqda. Bugun o'lka hududida yana qanday voqealar bo'ldi? Navbatdagi rubrikada ko'rasiz. Transport aloqa loyihalarining o'z vaqtida amalga oshirish zarur. Bu to'g'rida Prezident Almazbek Atambayev transport va yo'llar ministri Jamshidbek Qalilovni qabul qilish chog'ida bildirdi. Unda davlat rahbariga transport infrastruktura obyektlarini qurish, o'lkadagi avtomobil yo'llarining qurilishi va ta'mirlash ishlari bo'yicha ma'lumot berildi. Bundan tashqari ministr bir necha hududlardagi qurilishlar to'g'risida ma'lumot berdi. Shu bilan birga Bishkek-Qorabolta yo'lini qurish boshlanish arafasida ekanini qo'shimcha qildi. Prezident ahamiyatli ekanligini ta'kidlab, joriy yilga rejalangan yo'llarning bajarilish vaqti va sifatiga e'tibor qaratishni topshirdi. Bu yil 2017-yilga nisbatan O'sh shahrida 830 million so'mga yaqin qaralishi kutilmoqda. Bu o'tgan yilga ajratilgan mablag'ga nisbatan bir qancha oz. Bunga sabab daromad solig'ining olib tashlangan deyishmoqda deputatlar. Shu boisdan O'sh shahar kengashining deputatlari va shahar ishxonalarining rahbarlari daromadni orttirish bo'yicha yig'in o'tkazishdi. Unda har bir ishxonalarga shahar g'aznasini to'ldirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Unga ko'ra mazkur ishlar deputatlarning tanlovi asosida bajariladi. Ta'kidlab o'tsak, keyingi yig'inda tushgan daromadlarning qaysi tarmoqlarga bo'linishi
aniqlanadi. Шаһар кеңешинин депутаттарды колдоп берсе, сөзсүз түрдө биз бюджетти көтөрүүгө өзүбүздүн кадамдарыбызды коебуз. Бүгүнкү жолугушундагы негизги максат ошол. Биз бюджетти образовать эте турган бүт шаардын жетекчилери келип, азыр депутаттар менен түзмө-түз иштеп Laylakda Qirg'iz-Tojik chegarasi bo'yicha so'zlashuvlar bo'ldi. Uchrashuvda Qirg'izistonning chegara xizmati boshlig'i Mirbek Qasimqulov va tojik chegara harbiylarining komandachisi Rajabali Rahmonali raislik qildi. Asosiy e'tibor chegarada turli kelishmovchiliklarning oldini olish va paydo bo'lgan nizolarni tinch yo'l bilan bartaraf qilishga qaratildi. Shu bilan birga mahalliy hukumat boshliqlarining yordami o'ta ahamiyatli ekani ta'kidlandi. 23 fevralga qarata chegara harbiylarining do'stlari nomli bolalar to'garaklarining ishtirokchilari o'rtasida sport musobaqalari uyushtirib turishga kelishildi. O'tgan yanvar oyida 3-4 insident bo'lib ketdi. Ушул инциденттерди болтурбоо үчүн алдын ала жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жакшы жүрүп атат. Кудай буйруса жакшы бир чечимдерге келебиз деп ойлойбуз. Андан тышкары ошол жерде биздин бир биргелешкен кызматтар кандай болот, кандай тартипте алып барабыз. Эгер инциденттер чыгып кетсе, макулдашылган кандай кыймыл аракет болот деген суроолорду карашып атабыз. Qirg'izistonda butun jahon tibbiyot taqvimi ishlab chiqildi. Uning asoschisi tibbiyot fanlari doktori Manas Janbayev. U dunyo taqvimini Aykul Manas alami deb atagan. Kalendar insonning ruhiyatiga asoslanib tuzilgan. Aniqroq aytganda, insonlarni kasalliklarini aniqlab davolaydi. 20 yildan ortiq vaqtda yaratilgan taqvim to'g'risida navbatdagi lavhada tanishasiz. Jahon tibbiyoti tarixida birinchi marta ixtiro qilingan taqvimda odamning qon tomir kanallari, shuningdek biologik soati alohida ajratib ko'rsatilgan. Masalan, qon tomir kanallari orqali insonlarning qanday xususiyatlarga ega ekanligi va uning o'zgachaliklarini bilsa bo'ladi. Buni Manas Janbayev tug'ilgan kuni, yili va muchaliga qarab aniqlab berishga harakat qilgan. Endi soatnam kalendar bo'yicha olib qarayotgan bo'lsak, mana erta meniki soat Arslan soatida töreldi deylik. Saat 3'ten 5'e çeyin. Bunda öfkenin bioenergetikalik can tamırları uygungun saat bulur. Biologik soat qismida insonning anatomik xususiyatlarini bilishga e'tibor qaratiladi. Ayniqsa zamonaviy tibbiyot orqali aniqlanmayotgan kasalliklarning turlarini bilsa bo'ladi, deydi shifokor. O'sha uchun har bir insondan astroanatomiyalik tuzilishlarni o'zgartirishning kelib chiqishining kosmoslik programmasi. Misal uchun insonlarda bor, только желкесі uyib, başı uyib жүрек қысылады. Современный медицинаны изилдесе диагноз нормально, жоқ, бүт бар нормально. Бірақ адам ауырайды. Ал биоэнергетикалық жан ауырысы ауырайды. Ошол адамдардың келіп жүрісінің космостық программасы келіп шыққанда, түзілгенде. Bu taqvimni Manas Janbayev diniy va ilmiy tomondan o'rganib asoslagan, izlanishlarga 30 yildan ortiq vaqt sarflaganini bildirdi. Hozirda mazkur tibbiy taqvim to'g'risida Qirg'izistonning o'zidagina ma'lumot tarqatildi. Бүгінгі наурная квантовая механика, плазма физика, информацион рынка, духовный ДНК клеток нашего организма деген деңгейде уже иш жүргізуге далилет болып қалдым. Jahon kalendariga 1997-yili patent berilgan. Shundan beri bu intellektual mulk hisoblanadi. Eng asosiysi birinchilardan bo'lib tuzilgan kalendarga qiziqqanlar ko'paymoqda. Shu sababli Manas Janbayev davlat rahbariga qonuniy himoya qilib, uni qo'llab berish maqsadida xat yo'lladi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. 2016-yili terrorchilar qo'lida Afg'onistonning tinch aholisi rekord ko'rsatkichda halok bo'lishdi. Ularning rasmiy soni 11 mingdan ortganini Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi yordam ko'rsatish missiyasi bildirdi. Qurbon bo'lganlarning ko'pchiligi yosh bolalarni tashkil qiladi. Bulandtariin raqami talafoti است که از Birlashgan Millatlar Tashkiloti missiya ro'yxatida 2016-yilda Afg'onistondagi fuqarolik ahvoli o'rtasida qurbonlar soni rekord darajaga yetdi. Bu ko'rsatkich 2009-yildan beri kuzatuvga olingan. 2016-жылы uyum жай тургундарынын ичинен 11418 кишинин өлүмүн расмий каттады. Бул 2015-жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 3%га көп. O'tgan yili terror hujumi harakatidan deyarli 3500 ga yaqin kishi halok bo'lgan va 7920 nafar aholi jarohat olgan. Terrордук уюмдар тарабынан жай жашаган калктын жабыркоосу кескин сындап келебиз. Алар миңдеген карапайым адамдардын өлүмүнө забын болду. Мунун негизги максаты конфликтти өөрчүтүп, ооган коомчулугун бөлүүгө багытталган.
Shuningdek, o'tgan yili 24% ortiq bolalar jarohat olgan va halok bo'lganlar ro'yxatiga olingan. Halok bo'lganlar 920 nafarni tashkil etadi. Jarohat olganlarning 2500 dan ortig'i yosh bolalardir. Bolalar o'limi va halok bo'lganlar asosan portlashlar oqibatida yuz bergan. Yaponiyaning Tokio shahrida ajoyib mehmonxona qurildi. Unda dam oluvchilar uchun turli sharoitlar yaratilib, bu yer kitoblarga to'lgan o'zgacha mehmonxonaga aylandi. Mazkur mehmonxonadagi sharoitlar bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Qo'lingizda kitob bilan tinch joyda o'tirasiz yoki yotasiz. Bunday imkoniyat Tokiodagi mehmonxonalarning birida mavjud. Kitoblarning makoni hisoblangan bu joyning xonalari ham o'zgacha yorug'lik bilan bezatilgan. Turli tillardagi 3000 ga yaqin kitobi bor mehmonxonaga mahalliy yashovchilar ham, sayyohlar ham qiziqib kelishadi. Бұл жерге bizga o'xshab kelganlar ayabay ko'p ekan. Mayikteshib o'tiramiz. Bo'lib ko'rбөгөндөй сонун ыңгайлуулук бул. Чынын айтсам, мага мындай отелдер коркунучтуу сезилет. Менимче бул имараттын жабык экендигинен болсо керек. Бирок мында андай эмес экен. Ачык жайлары көп. Ошол себептүү китеп окуганды сүйгөндөргө бул жай жагымдуу. Bu yerga kelganlarning ayrimlari tinch va osoyishta bo'lgani uchun uxlab qolganlari ham bo'lgan. Mehmonxona rahbari xuddi shu natijani maqsad qilgan edi. Qandaydir bir jag'imdуу narsaga bölөгүп уктагандарга шарт түзүү үчүн отель ачкым келген. Максатыма жеттим. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat edi. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr-omon bo'ling. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.